Assalomu alaykum hurmatli Rishton uy-joyi kuzatuvchilarimiz, to'liq ma'lumotni YouTube ga joylayapmiz. Bugungi obzorimiz Rishtonimizda Zohidon qishlog'ida Boy mahalla degan ko'chasida sotilayotgan ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimizga qayerdan qanaqangi kiriladi deydiganlar uchun hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ko'prik deb kanal bilan shunday tushib kelganingizda bu yerlarda Boy mahalla deyishar ekan. Bugungi obzorimiz Zohidondan. Kanalda oldi bilan tushganingizda mana shu xonadonimiz sotilyapti. Ko'rishingiz mumkin, qo'ni-qo'shnilarga avtomobil qo'yishlikka keng hovlisi ham bor. O'zingizlar bilasizlar, uy-joy sotaman deydiganlar uchun bizda mana shu raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, biz video obzorda davom ettiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu hovlimiz 16 sotikdan iborat. Ko'rishingiz mumkin, egalari shaharga ko'chib ketganliklari uchun, bir qancha yildan beri bekor turganliklari uchun sotamiz deyishyapti. Opa, bu yerda nechta uy bor umumiy? 4 ta uy bor, ha? Xo'p, mana egalari 4 ta uy bor deyishyapti. Eski uylar, ammo ta'mirlab, o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Mana ichlarni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hollari bo'lgan, patologlar qilingan. Endi o'zingizga moslab ta'mirlatib olsangiz bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yer ombor shaklida turibdi-kan. Hamma jihozlari shu holatda bo'lganligi uchun bu yerda ko'rsatmadik. Xo'p, naryoqlarni ko'rsatamiz. U yerda og'illar ham bormi, opa? Ma'lumot tariqasida aytib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, u tomon bilan bitta keyingi ko'cha bilan kirsangiz ham mana shu joydan ham kirishga yo'l bor ekan. Ya'ni bu hovlimizga faqatgina bu yerdan emas yoki bu yerdan emas, ikkita joydan kirsa bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Ya'ni aka-uka bo'lsangiz ham zo'r imkoniyat. Aka-ukalar, mana Zohidonlik obunachilarimiz, qani sizlar? Mana sizlarga kelib mana shunaqa sotiladigan joylarni olib ko'rsatyapmiz. To'rt burchak varianti desak ham adashmagan bo'lamiz. 16 sotikdan oshiqroq ekan. Yangitdan hujjatlarini qilib, kadastrlarini, hujjatlarini yangitdan qilib tayyorlab qo'yishibdi. Hujjatlari notariusga tayyor ekan. Aytishyapti, notariusda nomlariga o'tkazilayotgan jarayonda pul berishaveradi deyishyapti. Hech muammosi yo'q. Xo'p, bu yerlarni ko'rsatib beraman. Mikrofonimiz ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin. Teraskali bir uy bir dalizli xonadonlarimiz. Xo'p, fonarimizni ikkinchisini ham yoqib olaman. Mana xonadonlarimiz. Xo'p, bismillah. Mana. Bu nima deydiganlar uchun ko'rpa to'shaklarni o'rab qo'yishibdi. Xonalari xulosa qilib aytganda o'rtacha yaxshi holatda turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, pastda raqamlarini qoldirib ketyapman. Rishtonda Zohidonidan uy bormi, Tomarqa bormi sotiladigan deydiganlar uchun mana 16 sotikdan oshiqroq notariusga hujjatlari tayyor bo'lib turgan hovlimiz. Bu yoqdan ham kirishga imkoniyat bor. Hali ko'rsatdik, o'sha naryoqdan ham kirishga imkoniyat bor. Ushbu hovlimizga egalari 2500 dan qilib beramiz deyapti. O'shancha 2550 dan narx chiqaryapmiz. Talashib yana kelishib umumiy olganga yo'lida qilib beramiz deyishyapti. Xohlasalaring bo'lib olishlaring ham mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Hovlilarini qaranglar, shunaqangi bu yerlarda zak umuman yo'q ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, yerlar quruqshab, qaqrab yotibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Zohidondan uy olaman deganlar qanisizlar? Mana sizlarga bugungi videomiz Zohidon Boy mahalladan bo'ldi. Egalar raqamlarni qoldirib ketyapmiz. Umumiy 42200 dollar narx chiqaryapmiz. Umumiy olganga yo'lida qilib beramiz deyishyapti. 16 sotikdan oshiqroq hovlimiz. Hammalaringga kattakon rahmat. Shunaqangi sotiladigan joylarda Rishton uy-joy kanaliga o'tib, mana shu YouTube kanallarimizga obuna bo'lsalaring, Rishtonimizda qayerlar sotilayotganligini bilib borasizlar. Hammalaringga kattakon rahmat.